Ay, dahshatli o'zginasi. Meksikada futbol o'yini vaqtida 11 kishi otib o'ldirildi. Qanday dahshata! Futbol ko'rgani borib uyiga qaytmasa-ya. Yaxshiyam yurtimiz, mahallamiz tinch. Assalomu alaykum mahalladoshlar, omonmisiz? Shunday xabarlarni o'qib, ko'p bora shukr qiladi kishi. Yaxshiyam bizda, unday emas. Albatta, bu tinchligimizning zamirida avvalambor davlatimiz rahbarining sa'y-harakatlari, qolaversa, osoyishtaligimiz posbonlarning xizmati juda katta. Prezidentimiz davlat va jamiyat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan video selektorni o'tkazdilar. Bu katta muloqotni Toshkent shahrida o'tgani bejiz emas. So'nggi 9 yilda poytaxtimizning doimiy aholisi 1 millionga ko'paydi. Transport vositalari 2 karra ortib, 800 mingga yetdi. Qayerda hayot sifati yaxshilansa, o'sha yerda yengil pul topish harakatida bo'lgan jinoiy tuzilmalar ham faollashadi. Prezidentimiz haq gapni aytdilar. Har qanday huquqbuzarlikning oldini olishda asosiy bo'g'in mahalla profilaktikasi. Lekin Toshkent shahridagi profilaktika xizmatlarining ishini zo'r tashkil etilyapti deb bo'lmaydi. Bilasizlarmi, prezidentimiz bir nechta mahallaga inspektor ish joyida bor yoki yo'qligini aniqlash uchun odam yuboribdilar. Ko'p ish joyida yo'q yoki boshqa ishni qilib yurgan ekan. To'g'rida, inspektor mahallada ishini qilsinmi yoki tizim yig'ilishlarida qatnashsinmi? Ular huquqbuzarlik bilan ishlash o'rniga kommunal qarzdorlik va aliment undirish, armiyaga yuborish va boshqa jamoat ishlariga ham jalb qilinyapti. Yaqindagina bir hamkasbimning Telegramiga hakerlar hujum qildi. 2 kun davomida ijtimoiy tarmoqdan yaqinlariga pul so'rab SMS yozdi. Tegishli tashkilotlarga murojaat ham qildi, foydasi bo'lmadi. Prezidentimiz ham 3 yil oldin Ichki ishlar vazirligida tashkil qilingan kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasining ishi hali ko'rilmayotganini ta'kidladilar. Masalan, o'tgan yili poytaxtda kiberjinoyatlar soni 16 mingdan ortib, fuqarolar qariyb 2 trillion so'm moddiy zarar ko'rgan bo'lsa, ularni fosh etish 8% ga ham bormayapti. Jinoyatchilar bank tizimidagi bo'shliqdan, aholining ishonuvchanligidan va texnologik bilimi yetishmasligidan foydalanmoqda. Davlatimiz rahbari mamlakatimizda tinchlikka xavf soluvchi yana ko'p masalalarni ko'tardilar. Davlat va jamiyat xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid qilayotgan uyushgan jinoyatchilik, narko jinoyatlar, kiber jinoyatlar va yashirin iqtisodiyot bo'yicha ta'sirchan choralarni ko'rish bo'yicha aniq vazifalarni belgilab berdilar. Mahalladoshlar, prezidentimizning jon kuydirib, joyiga borib, ish jarayonini ko'zdan kechirib, kamchiliklarga yechim berayotganlari xalqni qanchalik yaxshi ko'rishlarini anglatadi. Keling, biz ham mahallamizga begona kishi kelib qolsa, bir xabar olaylik, orasida nizo o'tgan qo'ni-qo'shnilarimiz bo'lsa, yarashtirib qo'yaylik va eng asosiysi, o'zimizga, oilamizga ogoh bo'laylik.